Agar siz haydovchilik imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Men sizga haydovchilik imtihonidan o'tishni osonlashtiradigan ilovani ko'rsataman. Ko'pchilik haydovchilik imtihonida aynan nazariydan yiqiladi. Sababi yo'l belgilarini yodlash qiyin va testlar chalkash. Bugun sizga shu muammoni hal qiladigan ilovani ko'rsataman. Bu YXQ testlari avtoyordamchi ilovasi. Bu yerda haydovchilar uchun kerakli deyarli hamma narsa jamlangan. Bosh sahifada siz bir nechta bo'limlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lim jarimalar bo'limi. Bu yerda barcha jarimalarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni nima ish qilsangiz siz qanday qilib jarima olishingiz haqida barcha narsa keltirib ko'rsatilgan. Va undan keyin esa haydash darslari. Bu yerda siz barcha amaliy darslarni ko'rishingiz mumkin va mashina haydashni bemalol o'rganib olasiz. Keyingi bo'lib yo'l belgilari. Bu yer eng muhim qismlardan biridir. Bu yerda siz barcha turdagi yo'l belgilarini birma-bir rasmlar orqali chuqur o'rganasiz. Misol uchun tik balandlikni olamiz. Bu yerda hammasi ko'rsatilgan va mana qo'shimcha axborotdan ko'rsak, bu yerda ham mana misollar bilan chuqur ko'rsatib berilgan. Va undan tashqari esa life hacklar bo'limi. Bu yerda siz foydali maslahatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mashinangizni parvarishlash va mashinangizda barcha funksiyalarni ishlatish bo'yicha qiziqarli life hacklar bor. Xo'p, undan keyin test bo'limi. Bu bo'limda siz yo'l belgilariga test topshirib ko'rasiz. Ya'ni bu yerda barchasi yo'l belgilarini qanchalik to'g'ri o'rganganingizni tekshirib beradi. Bu yerda siz faqat yo'l belgilari bo'yicha test topshirasiz. Bundan keyin esa siz haqiqiy imtihon bo'yicha savollarni olasiz. Ya'ni 20 ta savol bo'ladi, 20 daqiqa vaqt bo'ladi. Bu haqiqiy imtihon atmosferasini sizga taqdim etadi. Misol uchun deylik, bu yerdan ruxsat etlarni tanlaymiz. Bu yerda yashil avtomobilni agar rasm sizga kichkinalik qilayotgan bo'lsa, ustiga bosib, yaqinlashtirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bundan tashqari esa siz mashinangizda ketayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'ylab barcha radarlarni joylashganini siz ko'rib tursangiz bo'ladi va speedometr ham bor. Ilovaning yana bir yaxshi tomoni, hamma narsa juda sodda va tushunarli qilingan. Hatto internet bo'lmasa ham ishlaydigan rejimini bemalol ishlata olasiz. Bu yerda sizga qo'shimcha sozlamalar bo'limi bor. Bu yerda tilni rus tiliga o'zgartirishingiz mumkin yoki o'zbek tilidan rus tiliga. Bu o'zingizning xohishingiz va ilovani do'stlaringiz bilan ulashsangiz, sizga do'stlaringiz albatta rahmat aytib qo'yishadi degan umiddaman. Xulosa qilib aytganda, siz bu ilova orqali nafaqat o'rganasiz, balki imtihonga real tayyor bo'lasiz. Daromad qilishingiz ham mumkin va bilim ham olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.